Assalomu alaykum hammaga. Biz Bog'ot tumani Qoraqalpog'damiz. Ko'pincha beni Lilin desa taniydi ekanlar avvaldan. Yosh o'smir mahallasi Gullola ko'chasi 9-uydamiz. Bu uydan ko'mir otopligini ishlarimizni bitirib topshirdik. 5 kun bo'ldi. Bedan bir joyimizni bitirib topshirdik. Bu ikkinchi joyimiz, xudo xolasa. Bu yerga ketgan materiallar hammasi o'zlarimizdan bo'ldi. 11 tochka bo'ldi, 9 yera material qo'yildi. Yo'q, uyimizdan remontdan chiqqan. Uyimizdan shu zamonaviy alyumin batareyalardan qo'yib ishlatib berdik. 115 shtuk alyumin batareyamiz ketdi. 87 metr 25lik, 11 metr 32lik, 30 metr 20lik ishlatib berganmiz. Bu girk dahonimiz. Bu yerimizda 20 latib birni, baland polimizni 15 latib yana bir yere qo'yib berganmiz. Kotelimizni ham yoqib berdik. Back spalnimiz, oxirgi tochkamiz, koteldan 11, joyimiz yana 11 metr, 13, 24, 27, точно 30 metr uzoqlikda bu batareyamiz. Bu spalnimizni 20 latib qo'yib berdik. Kotelni yaqqanimizdan bir 20 minutlar bo'ldi. Endi qizib boshladi, xudo xolasa. gradus bo'ldi. Eng oxirgi batareyamiz bu. Bu yerdan toza oldik, yaxshi narsa ekan. Uy egalaridan bir qator ko'rsatib, necha gradus issiq berib turgani, boshqa aytgani. Uyimizda hozir uy egasida o'zi biometal batareyasi bor ekan, uni ham qo'yib berganmiz. Biometal bilan buni issiqlikni chiqarishida farqi bo'ladi ekan baribir. Xudo xolasa, shuni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu 3-batareyamiz. Bu yerimiz zalimiz. Bu yerimizdan 20 latib bir yere koyduk. Kraskalarni urib taxlab boshladilar. Qo'ldan kelgancha ob'oylarni ham ishlab turmang. Orqasini ochib qo'yganimiz 3,5 sm ham beri bir tagiz. Bu ham yana başta oxirgi hisobi 45 gradus qilib turibdi. Bu ishlarni ham qo'ldan kelgancha ob'oylarni charlatib ishlab berdik. Keyin berimizdan pastroq tushib o'tirdik. Arkasida banisi bor, buni boshqa iloji bo'lmadi. Boshqa yerdan qarashni, shuning uchun shu yerimizdan o'tirib berdik. Bu davomimizda ikkinchi batareyamiz. Berimiz 51 gradus qilib turibdi. Bundan elde hozir biometal batareyamiz bor. Uni qilishini ham bir qadar ko'rsatib beramiz. Bu 5-batareyamiz, biometal. Bu 52 gradus. Ya başta göreceğimizde çalarak kısıp durardı. Şimdi durup normallaştı okşuyor. Birimiz koridor kichkinaroq ekan. Birimize 10 lat birini qo'yib berdik. Ob'oylarni ishlaganimiz yana hammalarni qo'ldan kelgancha turgan razmerida ishlab berdik. Bellarimiz polni tushirib o'tirmadik, shuning uchun polni ustidan tashlab berdik. Spalnilarimiz koteldan ketgan edi. Kotelimizga shu yerdan kirgan. Podacha bo'layotganimizdan berimizda birinchi tochkamiz hisoblanadi. 15 lat qo'yib berganmiz. Berimiz 54 gradusda ko'rsatib. Beşinci batareyamiz hadi. 6. batareyamiz ekan. Ya bu 7. batareyamiz.
Berimizden süperliğimiz. Bacağımızdan şu değişen kat yollar, padaça bıraktıyan şuradan çıkar bölgemiz. Başta ben taraftan götürüşe geldik. Baksana devalın içinden paksa var yani. Bir şey de kaldı. Şunun için dilin arkasını özünü gezip çıkar bölgemiz. Yakımıza kuhneye gitti yani. Ümit samatök sistemi baklarından şuradan çıkar bölgemiz. Ve 7. bataryamız. Yani konteyner ve kuhne tarafa çıkan yönlerinden şuna konteyner şuru bölgemiz. Bu kuhnemizdeki 8. bataryamız. Bu bataryamızdan 53 gradus verdim. Əmmillərini turba yiyib büküb, çiraylatıb, ötəlib, axırda şu bələnddə bir stikel koydunuz. Bir bahanemiz birimize 8'lerde gözünden banayken bataryaları kura işlətib verdik. Bu ürünümüzə geçən material özlərimizdən oldu. 31 milyon 500 milyon pul oldu. Birimizden şu 4 kitaplı 350 kvadrat dızdıralım. Üzerimize çıkan Samadiyya kat yollarımız koyamız. Morumuz Atsinko oldu 114'lik. Kat yolumuz 40 gradus soğuk tuttu. Kömür yanmıyor anda torştu. Ben izgarmayalım. Size görüp var arasında ki ben şimdi hizmetle gerek olsa pes nömrelerini kaldırmamız bağlanır arasında. Sağ olun ve selamet olun.